Do'stlar, hammaga salom. Bugun yaqinlarni, sportsmen aka-ukalarimni chaqirib qo'yganman. O'zim qo'l bola oshqib beraman deb, xudo xolasa, ozgina trenirovka qilib, chiroyli suhbat uyushtirib, xudo xolasa, trenirovkadan keyin katta bolalarni oshidan yeymiz, xudo xolasa. Kuzatib turinglar, qiziq bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladi. Osh qilishni kim bilmasa, unga ham manfaatli bo'ladigan video bo'ladi, xudo xolasa. Bunyod stilida osh bu. Do'stlar, bu tuzlangan ot go'shti, takor sur go'sht deydi-yu. Shunaqa ot qo'rg'asi. Endi eskili o'g'il bolalarga foydasi bor deydi-yu. Endi meni chisti fikrim o'zi sog'lom turmush tarzi, sport erkak uchun eng foydalisi shu. To'g'ri ovqatlanish. Sog'lom turmush tarzi deganda ichmaslik, chakmaslik, to'g'ri ovqatlanish. Asha, sportda bo'lish eng foydalisi shu deb bilaman. Qanaqadir qazi, ot go'shtiga ishonib qolmaydi. Bu meni chisti o'zimni fikrim demoqchiman-da. Kim qo'shiladi, kim qo'shilmaydi. Endi oldingilarcha aka anaqa qilganda nima deydi? Yer chopgan, pulni harakatda bo'lgan 7 yoshdan 70 yoshgacha. Ana ularga bu ot go'shti kuch bo'lganda, biz onasini ham hozir magazinga 10 metr peshkom yura olmaymiz, magazinning eshigini tagida to'xtaymiz, harakat kam, bu bizga tegishli emas. Kim aktiv hayot olib borayotgan bo'lsa, o'shalarga tegishli. Bugun diyeta bizila qolsin endi. Endi bugun yarashmaydi bugun keladigan mehmonlarimizga. Endi diyeta bizishga hamma tayyor bo'lib kelyapti. Shuning uchun dumbadan qilamiz, xudo xolis bugun osh. Chaqib ketdim, bor boshqacha to'g'ramoqchi edim. Dumban boshqacha bo'lib ketdi. Xo'p, dumbani solamiz. Oldinlari borim, stanoy tagiga qilganimda grij olganman-da, belimdan bittada ushdi. Juda ham bu ana qo'rqib ketganman, chunki tosh yengil chustut qilmayman, bitta ko'tarib olman, oqib tushganman-da. Yaxshi, uni Chexov yulduzda trenirovka qilardim, unda erta o'sha paytda hozir ham bor, massajchilar bo'lardi. Ikkita massajchi kelib, massaj qilib, professionalniy massajchiydi o'zi, mana shu travmalardan, mana shu pozonochnikda grijasi bor odamlarni shug'ullanadigan odamlar bo'lgan, yaxshi bilimi bo'lgani uchun 1 soat massaj qilib meni oyoqqa turg'izib olishgan. Shun bilan 2 yil, 2,5 yil trenirovka qilmadim. Nima bu gapimni aytaman, o'sha paytlar men bu dumbani qo'rishlari ishtahani ochardi-da, zo'r edi. Lekin o'sha bizda turmush tarzi o'zgargan, hozir to'g'ri ovqatlanganingizdan keyin biz o'sha mazali ovqat yeb emas, foydali ovqat yeb maza qiladigan paytdamiz. Shunaqadamiz. Kechingda ham bitta o'tirishda odamlar okalar bilan o'tirib qoldim-da, aytishyapti. Endi necha yil davom etadi mana shu to'g'ri ovqatlanish deyishyapti. Bir umr davom etadi. Va qanaqa qilchida bo'ladi bu narsaga? Aka, mamyoni to'g'irlash kerak. Qachonki siz to'g'ri ovqatlanib, kayf qilishga o'tsangiz, o'shanda bu narsa to'xtamaydi. Men bir paytlar Koreyada ishlab yurgan paytimda hayron qolardim ularga, chunki mazali ovqat emas, foydali ovqat yerdi-da ular. Lekin ana o'zimni boshimga tushib, o'zim hozir shunaqa anaqadaman, ularni endi tushunaman. Mentalitet shunaqa ekan, ularda foydali ovqat yeb maza qiladi. Bizning ovqatlarimiz juda mazali, menimcha, hardan ko'p aytaman bu narsani, bizning O'zbekistonning ovqatlari mazasi bo'yicha ham, zarari bo'yicha ham, kaloriyasi bo'yicha ham dunyo bo'yicha top 5 taliga kiradi ovqatlarning ichida. Ham mazali, no, pri этом zarari ham ko'p. Juda ham kaloriy.
Bilaman aka. Hop bo'ladi. Bo'ldi aka, hamma kelyapti aka. Hozir o'zi bitta o'zi hali vaqtida keladigan har doim sizda aka. 12 ga yetilgan o'zi. Hop bo'ladi. Mana hammaga bu hazırlagan shu bu. Ha? Yo'q. Yo'q kerak, bu bo'yin. Chaqolmaz. Ahmad aka. Omonmisiz? Rahmat. Hammasi yozib anaqani berdim. Yuring aka, tikinamiz. Chiqadi hozir hammasi. Aka 12 da telefon bor. Ben ko'rdim aka. Rongo 12 da telefon bor. Или вам другой время сказать. Интересно, где чaqirgansiz. Adashib 2 ga yetib qo'ymaysiz aka. А у меня всего лишь прожужжал, тут мол говорит, тут ребята собираются, говорит. Я говорю, один день выходной, да, я послушал, говорит, нет, нет, там старые родные, мол, чайхана, Только в телевизоре оборот, как раньше, не активные. Akam odamlar ichib qo'shilmayapti. Zo'r deb aytib chiqdim aka. За последние Bordim, olib chiqdim. А меня 6 месяцев без курса чистый. Maktabga Bahodir kirsin. Kiring aka. Xush kelibsiz. Oling. Aka. Charchamasizmi? So'rashinglar qancha bo'ldi aka? Qancha o'tdi? Hadi, kelgan. Kiyimlarini olgandi. Ay, bu ne forma olib kelmaysiz Bahodir aka? Yo'q, qarab turmang, gaplashing. Yo'q, endi boshladi. Qani kiyimingiz? Bor forma, beraymi? Yuring. Bering. 2 yil deganda yana tosh ko'tarish uchun keldim men. Siz bilan bo'ldi-da, va boshlaydi. Suvdagi yo'qdilar boyani. Mayli, oldin anaqa edi, Bahodir ham qiziqib kirib qoldi-da. Yo'llarni olib bor. Hali yomon yo'lda yurmayapti. YouTube kesalading. Ha, kamiga-ding. Zo'r. Achu. Intervyuni beryapsiz, o'rib Aynen. Tabriklarimizni o'tgan. O'zini yo'lini aytib beryapti-da, o'zini o'tgan yo'lini. Forma qildingizmi? Rahmat aka. Nima ushlamayapsiz aka? Bahodir aka. Bitta YouTube bo'ladi. Chirchudan beri endi ko'rishyapsizlar. Men Chirchudan beri ko'rishdim. Bahodir aka kanka vyuglish aka. Eng kichkinasi men-ku, yosh bu. Da. Normal. Zo'r. O'zbekning kichkinasi bo'lishi eng yomon dedi-ku. Iskandar aka, bugun mana siz Arsakamni fonni kursga da'vat qilishingiz kerak aka. Я отдыхаю 6 месяцев, братан. Строй kerak. Я пиздец течу замучу, братан. Я слышал там. Омолаживающий якобы. Ну, мне 41, хули мне молодец. 31. Моей дочке 18, бля, братан, мне уже все уже. Unaqa demayib, shu davay. Ketdi. Energetik miyimiz bunaqa narsalar. Aka babasiz, aka. Qaytamiz sekin-sekin-da. Sekin-sekin. Kelganingiz uchun O'zi bir kun davolaman, bugun yakshanba. Baraka toping aka. Hammaga motivatsiya berib, hamma xursand qildingiz-da, qarang hammani. Zal qanaqa chaqnab ketdi aka. Xudo xohlasa ishlaymiz. Boringizga shukr aka. Billa. Hammani bilaman. Ana İskandar aka hammaga tariqani yozganlar hammani nima dedik? Necha kilo ko'tarishiga chabilanlar. Молодец, zo'r. Vashishayev.
Baraka toping. Kayfu yuborib. Bizni bir paytlar azakamni ko'rib o'sha восхищаться qilganmiz-da, shu sport. Qilamiz endi hozir. Nima yo'q? Ya, чуть-чуть. Boks ушел. Endi ustozni qaytarib olamiz ustozni. Только в бокс ушли. Вы куда? Где можно было адреналин? Куда ушли? Что, они уже 30 не чувствуют, что ли? Он был 50 не чувствует, так я? Молодец. Dunyoda bugun o'zimni ko'rsataman deb keldilar. Yo'q, Kellar. yo'q. Zahna qilmaysiz. 35 uchun yaxshi, lekin ko'rinishingiz ham, chochingiz ham, yuzingiz ham, вообще. Заслуга Iskandar aka. Bu Молодец, bolalar. Uskan aka bular. Usti. Ha, Iskandar akam ham nimadir bor. Bir vaqtlar men ham kursni pikada yurganimda 70 kilo ishlaganim esimga tushdi. Ikkita 70. Muxbirlar aka bu. Tren ballonlar, там крутой bo'lgan paytlar. Нет, просто бору mana Мы еще не дошли до этого, да? Я еще раз понял, что когда ты постоянно делаешь вот это, ты, бля, уже так вообще да, не чувствуешь, да, блядь? Я же туда ушел в бокс, блядь. Я сейчас, блядь, брус 30-40 делал со своим весом. Вчера 10 сделал, я охуел просто. A tak necha kilo vesni pikingizda qilgansiz burusni? Brusda o'zimni vesimdan tashqari 80 kilo bilan qilardim. 20 ta. Zanjirlar. Sizdan tashqari 80 kilo. Belimga Nechta bordik. qilgansiz? 20 ta, 15 ta spokойно shirdik biz. O'shaning uchun xafa bo'lib ketibsiz. Mani richaklarim kichkina-ku. Men unaqa narsadan oson qilaman. Bo'y uzun bolalarga qiyin bo'ladi bunaqa narsalar bilan ishlash. Da? Rolikkim nimaga bemalol qilaman, kaltaman-da o'zim. Bo'y uzun, qo'li bilan cho'zilib u yig'ishtirib olish qiyin-da. Ha, o'shaning uchun qiyin. Ha, menda richaklar kichkina, mendan kachok yasash oson. Menda hamma narsa kichkina, lekin meni tanam chiroyli chiqmaydi. Zo'r kachok bo'lgani bilan bo'yi past. Mana bunaqa bo'y uzun bolalarga bularniki pizdiz chiqadi. Men o'rta bo'yli. Aka. Da, men tezroq bo'laman-da, kachok tayyor bo'ladi bo'y. Bo'y uzun bo'la sekinroq, lekin bildi. Da, yonma-yon qo'ysa biz уже brak bo'lib qolamiz. Shunisi bor. Isholarimki men buni oba. Nechta qo'slar? Ustoz, Bular. 2 3 kuchim qolibdi-yu. 4 Biz kurs просто bor. bitta narsa bilaydi. Почти 1 yildan beri trenirovka qilmayotgan odamlar-da. 8 9 10 11 12 Молодец. 6 oydan beri biz kurs bilan. Qo'd bermaydilar. Ijara telefonlar. 50 ga chiqaringlar. Qildingizmi? Alo. Oshirdinglar. Bular oshirishdimi? Voy bular. Нормально? Спасибо, братан. Jim. Это сейчас на своем бензине. Ustoz ham nechta? Bular ongi как машина смотри. Бля. Я просто себе, блядь, слово дал, больше не буду Ustoz, курсить. men блядь. 20 ta qildim, lekin 30 ta ham uraveradi. Себе. Вы что, ребята, блядь? Молодцы, молодцы. Ustozimga vizit tashlayapmanmi? Motivatsiya olmayman, gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, Olishamiz dedilar. 6 oy bo'ldi. Ya. O'sha 6 oy bo'ldi, kurs qilmayapman. Любой analizga tayyorman. Tanamdan ham bilsanglar bo'ladi, kurs yo'q. Lekin bular hozircha o'tirmanligini qiyshitirishyapti-da bu bolalar. Aka, maqsadimiz shu edi. Ya, maqsadingiz qiyin. Biz maqsadimizga yetyapmiz. Молодцы. Gap bo'lishi mumkin emas. Qancha haligi yig'ilib qolgan bo'lsa, negativ zalga kelib, ana shu og'ir reyslar bilan chiqib o'rgan yaxshi-da. Chamolaga ham qo'ymayman sizga. Opa. Молодец. Давай, Джамол, Максвелл, тебе в помощь нам. Вот. Давай. Может быть, тоже что-нибудь замутим, а? Я вам 150 Нет, просто... Все, Там просто... Я забиваюсь быстро, понимаешь? Когда я забиваюсь. Вы не поняли, идите сюда. Ты что? Просто что я сейчас? Мотивация olmayman, nasıl 40 kilo. Bende
Video faktim bor, ikkita 70 kiloda. O'sha paytda 15 martalab ishlaganlarimning videosi bor Instagram pastrog'ida. Bu payt albatta men ham har kuni kachkada edim. Kachkadan boshqa hayotim ko'p narsa yo'q edi. Dietam, ovqatlanishim, kurslarim, hamma narsam shunga qaratilgan edi. Beldiranatini ham urganmiz, insulinni ham urganmiz, gormon rostini ham. O'sha payt baribir отчасти bazadan tashqari 20-25% steroidlar yoki o'sha kimyoviy narsalar kuch beradi odamga. Hozir tanada hech bola yo'q, 40 kiloni ko'tara olamanmi, yo'qmi ko'ramiz. Voy blad. Boksdan trenerim ko'rsa meni itaradi ertaga. Ochi. Qilama. 3 Давай. 4 O'sha odam asli, azigan. 6 7 Mana 8 Давай! 9 Давай! сука! Bala. Здесь можно было кидать? 40 kilo qila oldim. Kim bor? 41 yoshda. Молодец. Давай! Bu toshlarni ko'tarishimiz. Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bu ukamiz biza chiqolmagan chempionatga chiqardi. Bobo ukamiz bilan tanishinglar. Amerikadan zabt kelgan. Katta xizmat. Mana bu esa Iskandar. Assalomu alaykum. Ko'p boyeslarga, ko'p bodybuilderlarga hozirgi kunda eng yaxshi maslahatlarni farmakologiya va dietologiya bo'yicha Eng zo'ri. Shu bola. Eng zo'ri. bu bunyod mendan motivatsiya olardi. Endi motivatsiyani men bu boladan olaman. Bu esa o'sha mashhur Bahodir Isken Bahodirni musobaqaga tayyorladi. Men trenirovkalar bo'yicha maslahat bergan bo'lsam, Isken farmakologiyasi bo'yicha maslahat berdi. Bu ukamiz sport do'konlari bor, shuning uchun kachoklar bilan o'rtash yuradilar. Shunaqa gaplar. Men ham bugun bir bolalar bilan yig'ilib, yakshanba kuni kecha ozgina o'zimiz zalda trenirovka qildim, badan shunaqa og'riyapti. Bugun esa chempionlar bilan bosamiz. 9. Bala. Молодцы, ребята. Deydi, to'g'rimi? Бля, видишь? Ana deydi, Молодец. Молодец, машина. Машина. Давай. Машина. Зор. Молодец. Zo'r. Bu eng kattasi shumi? Mana ishlaymi? Yo'q, 42 mi? Yana bormi? 50 yo'qmish qilis. Iskandar ekan. 48 bor ekan bular. 48 bular. А тебе будете 40? Постараюсь. Не, я сам возьму, братан. Bля. Mana o'zi kichkina qilib to'g'rilib. Ajaba 4 ta, 3 ta qiling. Atletik qilamiz. Я men bilib olalaygan. Просто tan olishdan erkakning ishida, просто ya давно-da, очень давно отошел-da. Voy, bilam uchun qiyinmi ko'tarishi? Asaga давай. Bala, Endi biz ham bu kitobimiz ishoningizmi? Нет. Ikkita ko'tarsangiz ham biz bilamiz. не, Скан. Надо же трезво смотреть на... Правду в глаза. Да, вот допустим, человек 2 года не качается, там занимается через день боксом. Мы уже поняли, если у вас не получится, вам простительно, начинайте. Да, можно, да? Ой, пидорас. Kaltır. 2. O, mujik bratan. Качаете. 5. 6. 7. O, mujik. 9. Voy, böyle. Все равно, братан, бля, сложно. Lekin. Бабр, ты... Не. Bahodir akam uyg'otib yubordingiz. O Bahodir. Bahodir akam uyg'otib yubordingiz, borib. Mana telefonim qani. Bir. Mujik. 2.
Uch. Nima qildingiz hozirgi? Молодец. Давай. Oldu, davay. O'shancha bu klipingga qayting nomi, bunaqalar nechtasiga kuch berasiz hozirgi? Молодец. Yaxshi. Молодец. Zo'r. Молодец, красавчик. Zo'r. Не каждый. Ha? 5. Ha. Bolla qilyapti, yo'q, men sonladim bolla qilyapti. Bas. Birodar, gap yo'q. Hop. Bugun mana shuncha yaqinlarni qanaqa nima deydi? Yig'ib, ana nima deydi? Qancha savob yig'aman, bilasizlar, shuncha yaqinlarni yig'ib, mana to'g'risida qancha bo'ladi ko'rishmaganinglarga. Duo qilib qo'yarsizlar hammanglar mani. Ilohim amin. Allohu akbar. To'g'ri, qancha bo'ladi? Yo'q, Iskandar aka, Один senga nima qiladi? shuncha shogirdni bitta joy ko'rmayotganingizga qancha bo'ladi, aka? Balansiga ketishga bering. Bo'ladimi? Hammamiz ham ustozimizman. Anqaray qo'ygan shuni. Bir yog'ini qilish qiyin bo'ldi. Конечно. Aka dinozavr. Молодец. Вес necha вес? 100 mi? 117. Ого! Чё, хотел, блядь, в край нас всех, блядь, там пиздец, что ли? Ketdim, nari o'tirsin. Второго нету. Oshxonasini o'qib video. Молодец. Молодец. Zo'r. Yana qara. Krasov yengil narsa ishlaylik. Давайте hamma yerga o'tamiz. Yoshimizga yarasha narsa ishlaylik. Biz boramiz. Молодцы. Ha, biz endi sizlarni ishlatmaymiz bugun. 60 kilodan boshlaymiz. 60 kilo, 120. Ya bu yengil bu. Yengil. Bu o'zi yengil qilmadi aka. Qara, besiga qarang. Yengil qilmadi. Anaqa bir kilolik bo'ladi, to'g'ri. 15 ta qilaydi. Bunaqa ham ko'p qilishar kibrli, ha. To'g'ri. Oyoq kesilsa ham, shamollasa ham, boshim og'risa ham mana. Guvohimlar. Dam olish yo'q. Bahodir akam vashi. Iskandar aka Bahodir akamga to'g'risini ayting, nima qilib bergansiz? Biz kursam shuncha kuchi bor. Yaxshi восстановление bo'lgan. Buga полный восстановление мощный bo'lgan. И очень bыстро общий курс necha yil bo'lgan? O'z bilan olib tashlagandan Hammasi полный. Как 1 yil, necha kun oyda? Oo. 1,5 yil. yil почти. Dedi 2 yil. 2 oydan полный восстановление bo'ldi. 2 oy. 2 oyda vassalolini 2 oyga. Полный восстановление. Hozir bilasizmi, eskilik Iskandar aka bitta mana shu kamera uchun, ne qarang. Hozirni eski anaqalar bor, bilasizmi? Kursni uradi, chistga. Kursni urib, ana nima hech narsa ichmasdan, batla ham ichmaydi. Tribulus. O. Tribulus bilan. Ha. Keyin bilasizmi, anaqa deydi-yu. Kursdan keyin chistga qilib yuboriladi. O'sha SSR doğru hani debilskiy, straytik, ha, o'shalarga noto'g'riligini ayting, что bu Короче, смотрите, база восстановления это что? Первое, нужно, чтобы полностью экзогенный тестостерон с организма вышел, полностью в ноль. Второе, вы должны достигнуть минимального уровня эстрадиола. Эстрадиол должен спуститься вниз. Третье, гонады, яички должны быть готовы к тому, что включится гипофиз. А значит, это курс ХГЧ, если был долгий курс анаболических стероидов. И последнее, это отключение всех препаратов и включение только антиэстрогенов для того, чтобы запустить выработку тропных гормонов гипофиза на протяжении 3-16 недель. И в принципе этого хватает. Qozog'chaga aytganda, kurs qilmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga
Mana shu kurs uchun 3000 dan 5000 gacha pul tikmoqchi bo'lsanglar, qilinglar. Ana qisqa qilib aytib qo'ymoqchiman deb yo'q, agar o'zingizlarga 3000 dollar pul tika olmasanglar, kursga yaqinlashmanglar. Qanday bo'lsin? Ha, keragi yo'q. Chunki bu zarar. İskandar aka ham shunaqa demoqchilar. Nima qozoncha tushuntirdim. Давай, Искандер. Давай, Искандar aka. Chinni olib ketishib. Aziz aka, to'g'risini ayting, nimadir qilib keldingizmi? Nimadir kuch beradigan, nimadir ichib keldingizmi? Точно aka? Vijdon qiynalmasdan yeyish kerak, to'g'rimi? Hop. 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 Mana qarang, kecha Iskandar aka kecha mani analiz olganini qarang, olayman, ko'kardim. Rahmat aka. O'shancha aytaman, nada aka, snimat его. Nada. Na. Mana ixtiqoryapti odamlar, что auditoriyaga ayting, bu zasluga mana shu odam bilan gaplashinglar. Yo'q, men hech narsani bilmayman, men aytganini qilaman. To'g'risi. Да, я только сделал. Men Iskandar aka bu narsa to'g'risida boshimni qotirmayman, chunki men sizdan so'rayman, siz aytganingizni qilaman. Ha boshqalar mendan so'raydi, men ularga javob bera olmayman, chunki bu mening mutaxassisligim emas. Men o'sha bilib bilmay aytaveragan. To'g'risi-da aka. Haq bilish kerak Iskandar aka, siz aka. Kim kerak hamma bilan. Сам уже прячется. U to'g'ri, lekin Iskandar akamga yetib olish juda ham qiyin. Necha kilo betdi? O'zi. 1 7 14 15 necha kilo bo'ladi? 210 kilo. Da. 1 2 3 hop. Давай. Hop. Давай, Бурю. Beş. Давай. 10'da. Hop. Давай. 7'de. Hop. 10'da. 8. Давай. Hop. Qo'y yuboring. Вот, Бурю. Можно еще на минималках двигаться нормально. Mana, aka, ana baryerlardan oshib uraman, ustoz bilan trenirovkasi. Ana vishigol sakrab uraman. Давай, ладно, я что, высни что ли? Давайте. Давайте, брат. Вот все. Uç. 10. 5. Давай. Давай, Iskandar aka. Mana bila qo'ymaylar Iskandar. Hozir yana 15 qo'ysangiz yana ko'taraman deydilar. Manaqa Borib ketasiz-ya. Давай, ustoz. Olish oling. Ha. Hatta bunda odam mana qilib yana oz ko'tarishga harakat qilaman. 3. Iltimos kamerani o'chirib qo'ying. Aka mana. Qaramayman sizga. Omadi u sizni. Omadi u sizni. Kesib tashlang shu joyini. Yengil 210. Ya, anaqa Yelkam chiqib ketmasligini hali bitta qilib ko'ring. Joyida olishaveraman aka. olsam kerak, olaman. Bitta aka, kuchingiz ketib qolyapti. Davay. Ha. 1. Kamroq qarashing, kamroq. Hop. 2. Davay, aka.
Uch. Kamera qarashingchi. Hop, hop. Chotki. Kayfuyu. Sizlarni ko'rib Aka, sizga mikrofon kerak, aka. qani mikrofon? Qayerda tushirdi? Men bilmayman, mikrofon bormi menda? Ha? Hamma tushuncha. Sizni gapingiz kerak bizga, aka. Mana, bo'lsa bo'ladimi? Mana yoniga uring. Mana. Yo, bo'ldi, tushib qolmaydi, mana. Endi tushmaydi, ketdi. Bilasizlar bilan ishlab odam ozgina uyalyapti. Unaqa demang, aka, sizni holatingiz bilan siz, aka, bir yildan oshtirib Bilan o'tyapkan. pikimda kelib qolmaysizlarmi? Mo'sh anaqa ishlaymiz. Assagamni ajmani qiladilar-yu. Yo'q, man. Sizlar nima qilsanglar men qilaveraman. Qila olsam ham, qila olmasam ham farqi yo'q. Ya, сегодня за вами, ребята. Kunmasda bilan. Yengil ishlab turaman, bo'lmasam qachadi. Ishtaha ochildi, aka. Hozir qo'lim sal ishsa qo'lim otolmayman-da. Bu to'g'ri, bu to'g'ri. Oyog'im qotib qoladi farmada bo'lsam. Unaqa bang urishlaringiz yo'q bo'ladi. Yo'q bo'ladi-da. Kislorodni gala. Hozir 10 yillik bayez bolalar bilan o'sha bir yilda urushyapman-da, bemalol. Zo'r urushvos, aka. O'shanga hozir ham qolib ketadigan bo'lyapti. Bu yerdan ham chiroyli bo'lgim kelyapti, kuchli. Ham jala urishim kelyapti. Sizlar ham yo'qosizlar, ular ham yo'qotdi, deysiz. Qaragan chog'imda ko'tim qichiryapti-da, meni ham darabot. Shu dakansi. Mishaka nima bo'ldi endi? Shtraf yozamizmi sizga? Oshimiz degansan, turon qilamiz. Visha ham faqat oshga yotgan ekan. Hammani oshga chaqirib qo'yib, trenirovka qildirib turyapman. Yo'q, trenirovka qilamiz deb azizga aytdilar, oshni. Oshni bekordan bekor yemaydi, trenirovka qilib keyin. Не, он сказал, тренироваться будем, потом плов. Я насчет тренировки не подумал, насчет плова подумал, говорю, давай, нормально, хорошая тема. Потом начали тренироваться. Men hammani Да у тебя здесь братишки твои, знаешь, какие веса работают? Он сейчас он сел просто вот там, 210 раз, короче. Я говорю, что это с тобой, бля? Он вот так вот показывает, бля. У него одна рука, бля, у стены, одна рука у тебя, вот так он стоит, они виноваты. Я говорю, ну красавцы, че, бля? Они меня, знаешь, оказывается, я понял, почему позвали. Чтобы меня унизить, нахуй. Я тебе отвечаю. Это сильнее, да, на фоне? Бля, нет, я, бля, себе клятву прям как ты не дал, но я сам себе дал обещание, откажусь. Я 5 месяцев отказался. Yo'q, bugungi yig'ilishimizdan maqsad o'zi men Mishaga ham azzagamni sportga qaytarish. Voy. Я вам сейчас супак. И Qanday formadalar. Bo'lib qolar. Я вот сейчас с Кедом поговорю тоже, как вы. Сейчас такой курс ебану, бля. Aka, bekorga bu hammachi bilib silovoy borlar. Srazu vrachni chaqirib qo'yilgan bu yoqqa. Siz tushunmayapsiz, o king deb qo'ygan-ku. Eslaringdan chiqib Нет. Qurolligini. Shero'ligi ham sherdi. Вот я весь в прыщах, бля. На этом. narbamiy konstruktor. Я, ancha o'zim oldirib qo'ydim. Нарывайся на кого? 6 декабря у меня кулачка в Германии. Я подписал, бля. Мне сейчас нельзя вот это рисковать, бля. Qilinmaydi, va. Из-за этого. А? Да. Мне сейчас, значит, визы ждем. Германское консульство 45 дней на рассмотрение делает. Там Да. rekordlar yengilayman. Teplovoz tortaman deyaptilar sizga. Ya, teplovoz joyida qilmaydik. Yo'q, mashinaning kattasini tortdilar-da chunki. Shunaqa qilib tozamisiz, Bahodir? Tozam. Топ. Сейчас, если он гомеостаз в ту сторону сдвинет, наверное, yana chiqasizmi aka? Hozir emas. Uylanib, bir kitob olalik bor. O'y. Ha, bizga yetib olsinlar Bahodir aka.
Да, мы здесь с вами. 99 bo'lsa. 3 дедули, сука, ё-моё. Так, ему 26, да? 26, молодец, молодец. 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 Yo'q, men 91 aka. Ya, молодец, genetikasi yo'q. No, почти aka. Молодец. 6-7 yilda hammaga emas, bunaqa natija No, qilishga. baribir aka. Ishoning, 20 yillik bolalarni taniyman, 15 yillik bolalarni taniyman-da. To'g'risi. И то, что ular musobaqaga chiqib, даже konkurens nazorat qilolmaydi. Musobaqaga chiqaman degan xayol o'ziga pasvat qilolmaydi. Voy, yoshlar, sizlarga yetib olmasa, ana nima deydi? Bizning yoshimizga yetib olganinglarda gaplashamiz. Voy janob. Qachsam shunaqa. Siz necha yosh bo'lasizlar? Ya bo'ldi, tugab qoldim, ketaylik. Давай, газуй, газуй, газуй. Ha, stop qo'ying. Tushiramiz? Oydan beri faqat men Osh qachon osh? Osh aytvordim, guruch sollaring bo'ldi. Bo'l, osh yeymiz. Maza qilib guringlashib yeylik. Bitta. Alohidami? Ha. Yo'q-e. qo'lda. Nimaga alohida? Birdaniga-yu. Bitta. Я одновременно же работаю. Да, давай. 2, 3. Кету. Baraka topinglar. 100%, to'g'ri. Zo'r, hamma lekin Atilla men hammani kutilmaganda zarb berdim. Oshga chaqirib. Плейлистдagi muzikalar taqdim olib. Здесь, короче, сейчас анаболический индекс плюс 1000%. Sakin keldi deydi. Gap bilan yuvindi. 12 da gaplashuvdik-da biz. Men seni xudo xolasa. Yana menga 11 degandingiz siz bilan. Men rom 12 da shu yerdaman dedim. Bitta xudo xolasa tez orada ham bitta paftor qilaylik. Bu hammamizga manfaatli bo'ldi bugungi yig'ilishimiz. Sizga ham rahmat aziz aka. Siz keldingiz, hamma yig'ildi. Я просто To'g'risi. не, я сейчас с Кеном, если что, заряжусь тоже. Через пару месяцев мы с вами поговорим. Shu. Bratан, надо Ana filmi boshlanadi. To'y qoldirdi. Tamoyil bo'lim batlat. Siz nima bo'lib qilinadi? Не, tezlikzadi. Сначала anu nikoh qog'ozini olib kelasan keyin. Я не смогу с 2 слов. Не, я понял. Нет, ты про тренировки или про вообще? Вообще, А, вообще. Ну, я так и не хуёвый, оказывается. Yo, cho'tkisiz. yana tishlaymizmi? Bo'lib bizga Onasi uzr endi, majbur qilishyapti futbolga yetish. Xotinlar uzr so'rab qo'ydim, lekin Naro'd bizga motivatsiya. Mana maqsadim aytdim, aka, men sizni birinchi o'chirda aziz akamni qaytarish katta sport. Ya zo'r, qaytamiz. Sekin hammasi bo'ladi. Hammasi sekin bo'ladi. Xolos. Tug'ildimi saminglarni yoki qaytishga bir anaqa ishtiyoq. Ha, sekin bo'ladi. Что делаем, бабо? Ko'rgazing yana. 6 7 8 Armani qo'yibsiz. 9 10 Oba. Nechi ko'tarish ustoz? 22 ko'tardim men. А, по-другому работает. Статодинамика, да, тут больше нагрузка на одну мышцу. У него тебе точно Bitta, ana bero. 8. Давай. Bitta.
İskender aka. 5, 6, 7, 8. 05'ta oldingizmi? Ha, 05'ta oldingizmi? Bekor qilibsiz. Ha, yo 05'ta uzoqdan qilib qo'yadi, kichkina qilib qo'yadi. Ha, mayli endi yo'qdan ko'ra. 8, Zo'r, rahmat, boringizga shukur. 7, Молодец, Bunyod. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bitti. Молодец. Вы круто поработали. Сейчас бизнес вот обохом нам этот пиздец. Сейчас Да. только начнем. Katta Bunyod nima bilan maqosida bilmayman. Mayli, biz ham bo'lib qolarmiz. Xudo xohlasa. Xolos. Xudo xohlasa qilamiz. Rahmat. Mana menga bo'lgan ishonchingiz oshyaptimi Iskandar aka? Hozirmi? Mash. Ana kachoklar shunaqaki, to'g'ri tushuninglar, harakatlarni olmaydi, unaqa emas. Oddiy odamdan 3-4 barobar bularga kislorod kerak. Конечно, bizda dihaniya yomon emas, bizda dihaniya cho'tki, просто mishsalarga kislorod kerak, o'shanga yetishmaydi. Shuning uchun ana mana degan tijoriy boksyorlar ham muskulyarniy bo'lmaydi, semiz bo'ladi. No, bizga bronирование uncha udar ta'sir qilmaydi. Lekin urganda nokaut qilishdan qo'shimchasi bitta nokaut bo'lmaydi. Yuz ham sinib ketadi yoki urganda. Urganingizda ham nokaut qilasiz, ham yuz puzini sindirib yuboradi. Ha, shuning uchun men har doim ko'chada muomaladayman, hech kim bilan urushib qolamayman. Chunki men Sport tinchlik deydi, nima? ha, aqlli sportmen biza disiplinli bo'ladi, aqlini nima deydi, jahlini kontrol qila oladigan bo'ladi. Men 3 ta farzandim, ayolim, onam, ukalarim bor. Menga undan fikr emas, birovni. Tinchlik kerak. Сейчас. Вот, все. Qayerda bizani rasmimiz? So'raga. Ustozni telefonimi? Yo. Ю-ю-ю. Все здесь. Zez. Abadog yo'qmi? Taq qoladi. Bundan oldin anaqa bo'lganu, nima deydi? To'y bo'lganda ot aravalarda ketishganu. Kelin bilan kuyov. Ha, necha yildir oldin ot aravalarda ketgan. Er xotin anaqamikidan kelinni uydan olib ketayotgan ekan. Ot ana chalinib ketibdi. Kuyov bola bir debdi. Yarim yo'lga yetgan, yana shuni voqea bo'ldi. Yana otda oyoq ketdi, yana chalinib qoqilib ketdi. Choy bormi? Qaynoq ko'k choy bormi? Kuyov bola 2 debdi. Ko'k choy. Hani uyiga yetib kelishida 10 metr qo'yganda yana shunaqa qoqilib ketibdi-da, tushunasizmi? 3 debdi-da, tushib turib, endi u paytda hamma pichoq yurgan yonida. 3 debdi-da, tushib turib otni so'yib tashlabdi. Keyin kelin bola qo'rqib ketib, "Endi nima qildingiz? Onasini emsa, shuncha u yoqdan olib ketib, bitta qoqilganiga so'yib tashladingizmi?" desa, "Bir" debdi-da. Shu bilan hayot tekis bo'lib ketdi. Endi sizlarga savol. Sizlarda necha bo'ldi? Sadaganmisizlar? Sanoqdan chiqib ketganmisiz deysizmi? Necha yil yurgizlar shunaqa nagruska besda? Yuragingizga 5 lekin. Yuragingiz uncha-munchasida yo'q yuragi ekan, gap yo'q lekin. Filli yuragi ham ko'tara olmaydi, unaqa deysiz-ku. Ha?
Yo'q, baribir yuragingizga nevigidne bo'lganda shuning uchun zurutni shunga qon haydab berish. Boshlang, siz boshlab bering, aka sizdan keyin yeymiz. Hani osh endi men qila olmadim azikim. Olvor usta, bosh. Yo'q, men keldim, bitta podxod, ikkita podxod qildim, bo'ldi, tuzalib ketaman, shu. Yengillik takoy narsa qilishadi. Sanda yengil. Sen to'ldirib ketasan.